Bir kuni kichik qishloqda kuchli qurg'oqchilik boshlandi. Odamlar yomg'ir so'rab duo qilish uchun yig'ilishga qaror qilishdi. Belgilangan kuni hamma maydonga yig'ildi. Duo qilib, Allohdan yomg'ir yuborishini so'rashdi. Olomon ichida soyabon bilan kelgan kichik bir bola ham bor edi. Odamlar hayron bo'lib undan so'rashdi: "Senga soyabon nima uchun kerak?" Bola javob berdi: "Axir biz yomg'ir so'rab duo qilyapmiz-ku. Men Alloh duolarimizni eshitadi deb ishonaman." Odamlar o'ylanib qolishdi va o'z iymonlari zaif ekanini anglashdi. Chunki bu boladan boshqa hech kim so'rayotgan narsasiga tayyorlanmagan edi. Ibrat shuki, haqiqiy iymon faqatgina so'zlarda emas, balki Allohga chin dildan tavakkal qilishda ham namoyon bo'ladi. Agar biz uning yordamiga ishonsak, uning kelishiga ham shubhasiz ishonishimiz kerak.